Zveropolis hayvonlar shahri multfilmidagi qahramonlar butilkalari keldi. Xomeka kuzatuvchilari ko'rishingiz mumkin. Sifati a'lo. Bu butilkalar qopqog'iga multfilm qahramonlarining boshlari qo'yilgani hisobiga ajralib turadi. Bu butilkamiz ikkitasi birda, ya'ni suvni trubichka orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri ko'tarib ichsa ham bo'ladi. Asosan tulki quyon ko'rinishida bo'lib, bu butilkalarimiz sifat darajasi baland, anchagacha xizmat qiladi. Nafaqat Zveropolis, balki boshqa multfilm qahramonlari ham bor. Litr hajmlariga keladigan bo'lsak, 500 yarim litr va 650 mg. Bolajonlarning sumka papkasiga sig'adimi desangiz, albatta bemalol sig'adi. Zveropolis multfilmidagi gero qahramonlarning butilkalari keldi. Xomeka kuzatuvchilar ko'rishingiz mumkin. Sifati a'lo. Demak, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Tulkilik variant ko'rishingiz mumkin. Quyon va tulki trubichkali hisoblanadi. Narxlari demak 138 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Sifati a'lo va 115 ming variantliligi ham bor. Ikkitasi birda, ya'ni trubichka orqali ichsangiz bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri og'zidan ichsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ham chiroyli juda va Mickey Mouse varianti ham bor. Undan tashqari 72 ming so'mlik varianti ham bor. Bu ham ikkitasi birda ishlatishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Trubichka va to'g'ridan-to'g'ri. Undan tashqari kallasiz, ya'ni boshsiz variantimiz ham bor. Buning narxi ham 730 so'mdan. Sifati a'lo. Yurak rangini o'zgartirish esdan chiqmasin. Videoni yaqinlarimizga yorib qo'yamiz. Qatgancha. Podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, Xonbek aka. Ko'rasizlar.